Gastroesofagel refluks kasalligi. Bunda oshqozondagi suyuqlik qizilo'ngach orqali oz miqdorda tomoqqa keladi. Oqibatda tomoqqa kelgan oz miqdordagi oshqozon suyuqligi nafas yo'liga aspiratsiyalanadi. Oqibatda nafas yo'lida yallig'lanish kelib chiqadi. Surunkali yo'tal bilan og'riydigan bemorlarda 27%da yo'talning asosiy sababi gastroesofagel refluks kasalligi hisoblanadi. Bu holatda jarayon oddiy yo'taldan tortib bronxial astmagacha rivojlanishi mumkin. Gastroesofagel refluks kasalligiga oshqozonning o'zining kasalliklari yoki qizilo'ngach disfunksiyalari sabab bo'ladi. Kasallikda yo'tal uzoq davom etadi, balg'amli yoki balg'amsiz bo'lishi mumkin. Yo'tal xurujlari tunda nisbatan kamroq kuzatiladi, asosan kunduzi kuzatiladi. Ovqatlanishdan so'ng qorin bo'shlig'ida bosim ortganligi sababli refluks yuzaga keladi va bu holat yo'talga sabab bo'ladi. Bemorlar shuningdek tez-tez ovozi o'zgarib qolishidan, tomog'i og'rishidan, ovozi xirillab qolishidan shikoyat qiladi. Ko'p hollarda bemorlarda yo'tal bilan birga zarda bo'lishlar kuzatiladi. Ayrim holatlarda esa bemorlarning yagona shikoyati faqat yo'tal bo'lishi mumkin.